Ha, uyda ekanmi? Odam bor. Chaqirdim, hech kim chiqqani yo'q, uxlayotibdimi? Abbo, tushunmayman. Odamlarga hayronsan. Hasharga chaqiraman desa, uxlaydi darrov. Shunda ro'za tutishganda aka, uxlashyapti. Nima vaqtda ro'za tutgan bo'lsa, mana ro'za tutganman. Shunda biz ham yurimiz. Bahor kelyapti. Ariqlarni tozalash kerak, daraxtlarni oqlash kerak, hasar qilish kerak. Bilamiz, mana chaqirib qo'yamiz hozir. Ha, Ulug'bek ham chaqiraylik, Ulug'bek ham uydami keldi. O'z bilan bahona qilsalar kerak. Ulug'bek aka. Ulug'bek aka. Mana chiqyapti böyle. Obbo, yurishlarini qara. Voy voy. Ro'za tutganlarga o'shillar. Ha, peshin bo'lib qo'ygan-ku, menimcha to'g'ri qilganiga totdim aka. Ulug'bek aka. Ulug'bek aka. Voy voy, menimcha hashar bo'lishini eshitib qoldilar deyman. Qaraganlar ham kelmayapti-yu. Nima qilamiz? Hadi ketdilar. Ha, tahorat qilgan ketdilar endi, kutamiz endi. Ulug'bek aka kelyaptilar. Ulug'bek aka. Ulug'bek aka. Qaramanglar-mi? Bizga Qarabdi, boblayman qarabdi. Hikmat? Ha? Bugun iftorlik qotgan ekansan-a? Iftorlik bugun aka. Ancha dabdaba qilmagan. Qo'y ham so'yibsanmi? Ha, biz so'ydik. Ha, bo'ldi, hali chiqamiz, xudo xohlasa. Ulug'bek aka, bormisiz aka? Qolmaylik, aytmasa, charchamay. Ro'za tutgandim. Ha, biz ham ro'za tutganmiz aka. Ha, ro'zamisiz? Ha, bugun mahallada hashar bo'lyapti. Ko'chalarni, ariqlarni tozalayapmiz, daraxtlarni oqlayapmiz. Shunga chaqirdik aka. Iftorlik qilyapsizlarmi? Yo'q, iftorlik qilmaymiz. Qanaqa iftorlik hasharga? Hamma uxlayotibdi bor-ku. Xuddi ular ro'za tutgan, biz tutmaganmiz-da. Ro'za tutganman, uxlayman. Keyin asrda uyg'onaman-da, yana namoz asrda uyg'onib, keyin yana uxlayman. Men o'tar ro'zaman, o'tar ro'za tutganman. O'tayman, holim yo'q, bo'pti. Voy voy. Xuddi dunyoda bitta o'zlari ro'za tutganlarga o'shillar.